Endi mana ish tug'il bola. Tug'ilganimizda ko'timiz dedi ishton ham bo'lmagan. Bolalar, qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Va stolga sal nimani qilib qo'ymaysanlarmi, og'ayni? Bo'shi yotibdi-yu. Ke o'rtoq, yaxshi kelding. Yaxshimisan, o'rtoq? Bolalar qani? 4 ta odam o'tiribsizlar. Yangi choyxona ochgandim. Hamma bolalarni chaqirdim. Hozir kelib qolishadi. Hurmatini qilib yetibsan. Hurmatingni qilib vaqti-vaqtida kelmaydimi? Tushunmayman deb shu bolalarga. Og'ayni. Choyxona desang pulli, kelmasa tushunsang bo'ladi. Mehmondorchilik g'irt ekan. Shunda ham bolalar kelmayapti-yu. Menga qara, sani bu piching gaplaring deb choyxonaga bolalar kelmaydigan bo'lib ketdi. To'g'ri aytasan, o'rtoq. Bo'ldi qillaring, talash urmasdan ol ovqatga qaralaring, ol o'rtoq. O'rtoq, choyxonani ham boplading lekin. Oshpazlaringni ham qo'li shirin ekan. Nomini vobshe boplabsan. Lola milliy taomlari. Hozir 1 minut. Xo'p, o'rtoq. Xotinga отчет beryaptimi deyman. Nesh pul tushgan, kassasini topshiryapti. Nima unaqa deysan, o'rtoq? Bilib-bilmay gapirma. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi onajonim. Xo'p. Menga qara Sayfullo. Sho'ri hazm bo'ldimi? Tushunmadim. Tinchlikmi? Boya onang telefon qilganda ko'tarmading. Menga telefon qilibdi. Sho'ri ichkilari kelgan ekan. Onang yoshligindan katta qilib, oqyub oqtarab, endi rohatini ko'raman deb turgan paytda onangga bitta sho'ri olib borishga arzimadingmi? Amitda karkar qilib yurishing olamni bizadi-yu. Endi mana ish tug'il bola. Tug'ilganimizda ko'timiz dedi ishton ham bo'lmagan. Onamni duolari bilan shu darajaga yetdim. Senga saboyga sho'ri aytib qo'yganman. Borib onangdan kechirim so'ra, duolarim ol. Ertaga kech bo'lib qolmasin.